Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nihoya qissasi xususida olib borayotgan darslarimizda davom etamiz. Bugungi suhbatimiz ruh va o'lim haqida. Bizlarni qaysilarimiz chiroyliroq amal qilishimizni imtihon qilish uchun o'lim va hayotni yaratgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Bu hayotning haqiqati, mohiyati nima? Bu o'limning haqiqati nima? O'limdan keyin biror bir narsa bormi? Yahudlar Nabiy sallallohu alayhi va sallamni sinashlik uchun Quraysh mushriklari orqali 3 ta savolni Rasulullohga yuborishdi. Ya'ni mana shu 3 ta savolning ikkitasi bilan Rasulullohni sinamoqchi bo'lishdi, bittasi bilan esa u zotni yolg'onchiga chiqarmoqchi bo'lishdi. Yuborgan savollarining birinchisi qadim zamonlarda yashagan solih yigitlar kim? Ikkinchi savoli yer yuzini o'ziga bo'ysundirgan solih podshoh kim? Alloh taolo Kahf surasida mana shu ikkita savoliga mufassal bayon qildi. Kahf surasida g'or egalari bo'lgan yigitlar haqida mufassal bayon keldi. Va mana shu suraning o'zida Zulqarnayn haqidagi qissa mufassal bayon qilindi. So'ngra Alloh subhanahu va taolo ularning bergan 3-savoliga javob qilib, Astagfiru billah va yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri robbi va ma utitum minal ilmi illa qalil. Ey Muhammad alayhisalom, sizdan ruh, jon haqida so'raydilar. Ayting, ruh yolg'iz Parvardigorim biladigan ishlardandir. Sizlarga juda oz ilm berilgandir. Yahudiylarda bu narsa ma'lum edi. Ruh haqidagi ilmni Allohdan boshqa hech kim bilmasligini bilar edilar. Ular kutgan narsa shu bo'ldiki, agar Nabiy sallallohu alayhi vasallam javob berishga harakat qilib yoki javob beradigan bo'lsa, ular payg'ambarimizni kazzob demoqchi bo'ldi. Chunki ruh haqida faqat Alloh bilishigini ular o'zlari biladilar. Bu oyatdagi ruhdan murod deydi ba'zi ahli sunna val jamoat e'tiqodidagi salaf mufassirlari Jibril. Boshqa oyatlarni hujjat qilishadiki, yawma yaqumur ruhu val malaikatu saffa. Ruh, ya'ni Jabroil va barcha farishtalar saf tortib turadigan kunda. Boshqa oyatda tanazzalul malaikatu var ruhu fiha biizni robbihim min kulli amr. U kechada farishtalar va ruh, ya'ni Jabroil alayhisalom Parvardigorlarining izni ixtiyori ila osmondan tushurlar. Ya'ni boshqa oyatda fa arsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiya. Maryam onani oldiga Jibrilni yuborib, biz unga o'z ruhimiz, ya'ni Jibrilni yubordik. Bas u Maryamga butun ro'y rost odam bo'lib ko'rindi. Bu bir to'p ulamolarning fikri. Ya'ni mana shu oyatlarda keltirilgan ruh kalimasidan maqsad Jibril deyiladi. Lekin boshqa mufassirlarning ta'rifiga ko'ra, mana shu kalimadagi ruh bu odamiy ruh, insonning ichidagi ruh deb ta'rif beradilar. Ruh o'zi nima? Ruh haqida biz nima bilamiz? Bizga yuqoridagi oyatdan ma'lum bo'ladiki, ruh haqidagi komil ilm faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zida. Ruhni nimaligini hech qachon insonlar bir o'rgana olmaydi. Ehtimol yerni yorib kirib ketadagi insoniyat ilm ma'rifati yuksalib. Ehtimol boshqa sayyoralarga, boshqa yulduzlarga ko'tarilib yetar ilmi. Ehtimol genetik kodini ham yorib tashlar insonni. Lekin ruhni nimaligini bilmaydi. Aniq bilmaydi, chunki Alloh taolo bu narsani o'zining ilmiga xos qildi. Lekin ba'zi ulamolar mana shu ruhga ta'rif bergan holda quyidagilarni yozadi. Xususan Imom Jalil ibn Qoyyim Javziy o'zining Ruh nomli kitobida quyidagilarni bayon qiladi. U kishi aytadi: ruh insonning jasadiga, tanasiga muxolif bo'lgan maxluqdir. Ya'ni oq, qora, qattiq, yumshoq deb qarama-qarshiliklar bo'lgandek, insondagi ruh insonning jasadiga tamomiy muxolif bo'lgan alohida bir maxluq. U oliy, nuroniy, yengil, a'zolarning javhariga yoyilib ketgan, tirik va harakatlantirguvchidir. Davom etib aytadi: gul novdasida namlik kezgandek, zaytun ichida yog' bo'lgandek, cho'g'ning orasida olov yurgandek, ruh inson jasadida, uning a'zolarida kezib yuradi.
gul novdasidagi namlik qanday bor bo'lsa, zaytunning ichida yog' qanday mavjud bo'lsa, yonib turgan cho'g'ning ichida olov qanday bor bo'lsa, insonning jasadida, tanasida ruh mana shunday kezib yuradi. Insonning jasadi shu nuroniy xilqatni o'z ichida ushlab turishga yaroqli bo'lar ekan, ruh jasadda birikkan holda turadi. Modomiki insonning jasadi shu ruh degan maxluqni o'zida ushlab turishlikka loyiq bo'ladi, ushlab turishlik sifatlariga ega bo'ladi, ruh jasad bilan birga turadi. Go'yoki bir idishda teshigi bo'lmasa suv turgandek. Qachoniki shu butunlik yorilib yoki bir teshiklik sababli buziladigan bo'lsa, suv chiqib ketadi. Xuddi shunga o'xshagandek, jasad ruhni ushlab turishlik sifatlariga ega bo'lar ekan, ruh jasadda turadi. Inson ruh o'zi bilan birga turar ekan, tirik, ko'rish, eshitish, gapirish va his qilish kabi qobiliyatlarga ega bo'ladi. Ruhsiz esa jasad bunday qobiliyatga ega emas. Jasad faqat ruh bilan tirik bo'ladi. Insonning jasadi shu nuroniy xilqatni o'z ichida ushlab turishga yaroqsiz holga kelsa, ruh jasadni tark etadi hamda ruhlar olamiga qo'shilib ketadi. Inson ikkita narsadan iborat deyildi: ruh va jasad. Qaysinisi insonni ko'proq his qildiradi? Inson jasadi bilan ko'proq his qiladimi yoki ruhi bilanmi? Ruh bilan jasad shunday narsaki, bittasi ikkinchisiz yasholmaydi va bittasi ikkinchisiz yasholaydi. Tana ruhsiz yasholmaydi, lekin ruh tanasiz yasholaydi. Nima uchun? Jasad yerdan chiqqan kimyoviy elementlar yig'indisi, tuproqdan bo'lgan. Bu mana shu dunyoning maxluqi. Endi ruh u dunyoning maxluqi. Alloh taolo o'zining ruhidan chiqarib kirgizgan Odam alayhisalomga hech qachon o'lmaydigan, mudramaydigan abadiy hayot Allohning ruhidan ajralib chiqqan ruh hech qachon o'lmaydi. Jasad ruhsiz yasha olmaydi, lekin ruh jasadsiz yasha oladi. Qiyomat qoyim bo'lar ekan, maxluqotlar bir-biri bilan husumatlashadi. Yubassarunhum law yaftadi min azabi yawmi idin bi bani wa sahibatihi wa akhi va fasilatihi allati tuwi va man fil ardi jami'an thumma yunji. Qiyomat qoyim bo'lar ekan, inson mana avvalgi darslarda o'tdik, xotin bola chaqasidan, aka ukasidan, ota-onasidan voz kechadi. Bu ham yetmagandek, Alloh taoloning azobidan qutulib qolishligi uchun o'zini bola chaqasini, ayolini, urug'larini, balki yer yuzidagi hamma odamni fido qilishlikka tayyor bo'ladi. Nima uchun? Jahannamga tushmaslik uchun. Yaxshi ko'rgan bolasini, yaxshi ko'rgan aka-ukasini, yaxshi ko'rgan ayolini, balki ota-onalarini qo'shib, yer yuzidagi hamma odamlarni o'zi do'zaxga tushib ketmasligi uchun ularni fido qilishga tayyor bo'ladi. Bu qanday dahshatli holat. Bunga ajablanmaslik kerak. Imom Jalil ibn Taymiya o'zining fatvolar majmuasida shunday bir so'zni keltiradi. Qiyomat kunida bir banda boshqalar bilan husumatlashishlik emas, balki insonning o'zi bilan husumatlashadi. Insonning jasadi ruhi bilan husumatlashadi. Ya'ni inson o'zi ikkiga bo'linib olib, bir-biri bilan husumatlashadi. Ibn Taymiya aytadi: ruh qiyomat kunida jasadga qarab, endi bo'linishi oldi ikkovi. Ikkovi bir-biri bilan bahs qilyapti. Ruh jasadga aytadi: sen gunohlarni qilgansan. Sen aroq ichgansan. Sen zino qilgansan. Sen urushgansan. Sen birodar haqini yegansan. Sen falon ishlar qilgansan. O'shuning uchun seni azoblashlik kerak dedi. Alloh taolaning azobidan qutulishlik uchun ruh bilan jasad bir-biri bilan bahs qilyapti. Shunda jasad ruhga qarab, sen buyurgansan bularda. Agar sen buyurmaganingda qilarmidim deydi. Ruh bilan jasad o'rtasida husumat ketyapti. Shunda Alloh subhanahu va taolo bu ruh bilan jasadning o'rtasida hukm chiqarishlik uchun bir farishtani yuboradi. Farishta keladi, ruh bilan jasadga qarab turib, sizlarning ikkalaringizni misolingiz bog'ga kirgan ikki kishiga o'xshaydi. Ularning birini ikki ko'zi ko'r, ikkinchisini ikki oyog'i shol. Bog'da ikkita ko'zi ko'r odam o'tiribdi, bitta ikkita oyog'i shol odam o'tiribdi. Shol ko'rga qarab aytadi: men bir mevani ko'ryapman, lekin ololmayman. Oyog'i shol. Ko'r aytadi: men ola olaman, lekin ko'ra olmayman dedi. Shol ko'rga aytadi:
meni ko'tar, birgalashib olamiz deydi. Ko'r keladi, sholni ko'taradi, shol o'ngga yur, chapga yur deydi, ikkalasi teng mana shu mevani uzadi. Farishta so'rayapti. Endi ularning qaysi birinisiga uqubat beriladi? Qaysinisini jazolash kerak desa, ruh ham jasad ham ikkalasini ham teng jazolash kerak deganda, sizlarning misolingizni ham xuddi shunday deydi. Ya'ni inson dunyoda savob ishni ham, gunoh ishni ham ruhi va jasadi bilan teng bajaradi. Binoan alayh jazo ham, mukofot ham ikkalasiga teng beriladi. Bomdod namoziga uyg'ondingiz. Kim yot deyapti-yu, kim tur deyapti. Ro'parangizda avratlarini ochgan bir nomahram ayol turibdi. Qaysinisi qara deyapti-yu, qaysinisi ham qara deyapti. Mana endi o'zimizni kimligimizni bir qator ko'raylik-da, biz ruhimiz gapiga kirib yoki jasadimiz gapiga kirib, savob yoki gunohni albatta qilamiz ekan. Ilm, ma'rifat majlislariga ko'p kelgan, Allohning zikrini ko'p eshitgan ruh tarbiya topadi. Xuddi sport bilan shug'ullangan jasad kuchli bo'lganda-ha. Jasadga kelgan yukni jasad ko'taradi. Qachon ko'tara oladi? Jismonan sog'lom bo'lib shug'ullangan bo'lsa, xuddi shunga o'xshagandek, insonning ruhi ham tarbiya topadigan bo'lsa, gunoh maqsad kelganda shart o'zidan uni nari qila oladi. U faqat ruhi tarbiya topgan, oxiratga iymon keltirgan, Allohning oldida turishga ishongan ruh etek tutmasa ham 10 so'mda tashlab qo'yadi masjid sondig'iga. Chunki aniq ishonadi u Alloh taoloning huzurida olishiga. U nafsini yenga oladi bunday ruh kishi. Ruh jasadni tark qilishligi o'lim deyiladi. O'lim esa kichik qiyomat deyiladi. Ruh jasadni bir necha ko'rinishlarda tark qiladi. Eng katta ko'rinishligi bu o'lim deyiladi. Ya'ni shunday bir tark qiladiki, jasadda hech qanday ixtiyor qolmaydi, qaytib kirmaslik holatda tark qilishligi o'lim deyiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldiga bir to'p kishilar kelib so'rashdi. Bu hadis Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Ya Rasululloh, qiyomat qachon bo'ladi? Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu savol so'ragan kishilarning orasidagi eng yoshiga qarab turadi-ki, in ya'ish hada la yudrikuhul haram hatta taqumu alaykum qiyamatakum. Mana shu odam bola dedi. Agar qarilik yoshiga yetib o'lmay yetsa, bu bolaga qarilik yetmaydi, sizlarning qiyomatingiz qoyim bo'lgandan keyin yetadi. Ya'ni mana shu qari savol so'rayotganlarni yashash davri tugaydi. Mana shu bola qari bo'lgan paytda sizlarda davrlar tugab o'lib bo'lgan bo'lasizlar. Ya'ni har bir kishini ajali kelishligi u uchun qiyomatda qoyim bo'ldi degani bo'ladi. Shuning uchun insonning jasadini, ruhi tark chiqib ketishiga o'lim deyiladi. Bu o'lim kichik qiyomat deyiladi. Ruhni, jasadni tark qilib ketishligini boshqa bir ko'rinishi ham bor. Bu uyqu deyiladi. Uxlayotgan odam tirik, lekin tirik uyg'oq odamning singari o'zida harakat, gapirish, eshitishlik his-tuyg'ularga ega emas. Bu ham ruhni jasaddan ajralishligining xos bir ko'rinishi. Uyqudan turganda o'qigan duo: Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana va ilayhin nushur. Bizlarni o'ldirib, keyin qayta tiriltirgan Alloh taologa hamd va sano bo'lsin. Ya'ni bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan ma'sur duoda aytilyaptiki, bizni o'ldirib turib, yana qaytarib tiriltiryapti. Ruhimizni olyapti Alloh taolo, so'ngra ajali kelmagan kishilarning ruhlarini qaytarib jasadiga kirgizib qo'yapti. Alloh taolo Qur'onda quyidagi oyatlarda marhamat qiladi. Va huvallazi yatawaffakum bil-layl va ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, thumma yab'athukum fi thumma liyuqziya ajalun musamma. U kechasi joningizni oladigan, ya'ni uyqu beradigan, kunduzi qilgan ishingizni bildiradigan zotdir. So'ngra aytilgan ajal, yashash uchun berilgan muhlat ado qilinishi uchun unda ya'ni kunduzi sizlarni tiriltirur. Alloh taolo uxlaganinglarda joninglarni oladi deyapti. Hali ajali yetmaganlarning ruhini qaytarib beradi deyapti.
Endi ajal yetib kelganlar bo'lsa, ruhni jasadga qaytarmay qo'yadi, uxlagan holda vafot topadi. Demak, har kuni o'lib tirilamiz, birodarlar. Bizni uxlatayotgan kim? Alloh. Uyg'otayotgan, bu dunyoga uyg'otmaydi bizni. Dadamiz ham uyg'otmaydi. Bizni ruhimizni qaytarib Alloh kirgizmasa, to'g'ri. Ruhimizni qaytarib Alloh taolo bizga qaytarib bermasa, kim uyg'otadi? Allohu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut va yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Jonlarni o'lim vaqtlarida hali hanuz o'lmaganlarini esa uxlayotgan paytlarida Alloh olur. Bas o'zi o'lim hukm qilgan jonlarni bandalarga qaytarmasdan ushlab qolur. Boshqalarni esa belgilagan bir muddatgacha qo'yib yuborar. Ya'ni Alloh o'ldiryapti, Alloh tiriltiryapti. O'limni eslash insonga og'ir botadigan ishlardan. Uni zikr qilishni inson xohlamaydi. Doim orzu havas bilan yashashni xohlaydi. O'limni gapirsang hech kimga yoqmaydi. Alloh taolo orzu havasga oshiqcha berilib ketib, o'limni esdan chiqarib qo'yishidan qaytarib, qo'ydagi oilada marhamat qiladi. Kullu nafsin za'iqatul maut va innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari va udkhilal jannata faqad faz va mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Har bir jon o'limni topguvchidir. Va qiyomat kunida hech shak shubhasiz ajr savoblaringizni komil suratda olursiz. Bas, kim do'zaxdan chetlatilib jannatga kiritilsa, muhaqqaq baxt saodatga erishgay. Bu hayotda dunyo esa aldaguvchi matodir. O'lim shunday bir Alloh taoloning hukm qilib qo'ygan hukmiki, qachon kelishligini banda bilmaydi. Qayerda kelishligini bilmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh taolo bir bandani jonini muayyan bir joyda olmoqchi bo'lsa, shu bandani o'sha joyga bir hojatli qilib qo'yadi. Ish shu boradi, joni shu yerda olinadi. Ajal quvibdi. Yo'q, ajal quvmaydi, ajal kutib oladi. Biz o'zimiz qul innal mautal tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ayting ey Muhammad alayhisalom, sizlar qo'rqib qochayotgan o'lim sizlarni ro'paranglardan chiqadi deydi. Inson qachon, qayerda, qanday o'lishligini bilmaydi. Biron jon ertaga nima ish qilishini bila olmas. Biron jon qayerda o'lishini ham bilmas, faqat Allohgina bilguvchi va ogoh zotdir. Kim biladi? Mashhada o'tirganlar qaysinisi uyga yetib boradi? Kim biladi buni? Alloh taolo o'ziga olib qo'ygan 5 ta ilm bor, hech kimga bildirmagan. Shulardan bittasi g'ayb ilmlardan, inson qachon va qayerda o'lishini bilmaydi. Uni faqat Alloh taolo biladi. Agar banda qachon va qayerda o'lishini bilsa, gunoh ma'siyatga botib ketadi. Chunki hali bor 60 ga. Hali 30 ga kirganda deymiz, 40 ga kirganda deymiz, pensiyaga gunoh ma'siyatga botib ketadi-da, qachon o'lishini bilsa. Lekin to'satdan kelib qolishidan inson xotirjam bo'lib qoladi. Va likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan va la yastaqdimun. Har bir jamoat uchun ajal bor. Bas qachon ularga ajallari kelsa, uni biron soatga ketga ham, ilgari ham sura olmaslar. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, podshohmi, gadoymi, boymi, kambag'almi, tirik, sog'mi, kasalmi, erkakmi, ayolmi, kattami, kichikmi, ajal keldimi? Maniya yaqin bo'ldimi? G'arg'ara keldimi? Tamom, orqaga yo'l bo'lmaydi. Millionlarga sarflasin, bori dunyoda sarf qilsin, o'lim keldimi? Orqaga endi yo'l bo'lmaydi. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum va la auladukum an zikrillah va man yaf'al zalika fa ulaika humul khosirun. Alloh taolo xususan xos mu'minlarga xitob qilib aytadi: "Ey mu'minlar, na moli dunyolaringiz va na bola chaqalaringiz sizlarni Allohning zikridan, ya'ni Allohga ibodat qilishdan yuz o'girtirib qo'ymasin." Ibodatdan nima to'sadi? Bola, chaqa. Yuribmiz, bola chaqa deb deymiz. Shu ikkita narsani aytayapti Alloh taolo. Moli dunyo bilan bolalar Allohning zikridan to'sib qo'ymasin. Kimki shunday qilsa, bas ana o'shalar ziyon ko'rguvchi kimsalardir. Bu ziyon deganda, bu tijoratdagi ziyon, imtihondagi ziyon, muomaladagi ziyonni tushunmaylik.
Bu dunyodagi ziyonni ertasi kun to'g'rilab qo'ysa bo'ladi. Imtihondan bahoyingiz past bo'lib qolgan bo'lsa, kitobni 2 soat varaqlab qo'ysangiz, baho to'lasa bo'ladi. Bu safar bankrot bo'lgan bo'lsangiz, keyingi safar foyda bo'ladi. Bu safar xafa qilib qo'ygan bo'lsangiz, keyingi safar ko'ngli olib qo'ysa bo'ladi. Lekin haqiqiy ziyon dunyoingiz, oxiratingizdan chalg'itib qo'yishligi. Hamda abadiy jahannamiylardan bo'lib ketish. Eng katta ziyon mana shu. Va anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakumul maut fayaqul robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa va akun minas solihin. Sizlarning har biringizga o'lim kelib, u Parvardigorim, meni ozgina muddatga hayotga qoldirsang, men xayr sadaqa qilib, solih bandalarda bo'lsam deb qolishidan ilgari biz sizlarga rizq qilib bergan narsalardan info ehson qilingiz. Mana kechagi darsimizda hadisda aytdik. Ya Rasululloh, eng afzal sadaqa qaysi deb so'raganda, anta tasaddaq va anta shahihun takhshal faqr va ta'manul ghina. O'zing sog' bo'lib, baxil bo'lib, kambag'al bo'lishidan qo'rqib, boy bo'lishdan umid bo'lib turgan paytda qilgan sadaqang eng afzal. Ya'ni o'zingga kerak bo'lib turgan paytda baxilliging tutib turgan bergan puling. Endi xalqumga kelgan paytda jon, falonchiga moncha so'm beringlar, fo'kinchiga qancha so'm beringlar, falon millionda o'tkazib qo'yinglar demagin, chunki bu pul endi falonchilarniki bo'lib ketdi dedi. Mana shu ajal kelgan paytda Parvardigor qaytar, borayda nima qilay? Tarqatib qolay. Endi bunaqa holatda qilingan sadaqat avval qilingan sadaqat bilan hech qachon barobar bo'lmaydi. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala robbirji'un la'alli a'malu solihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha va min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Toki qachon ulardan, ya'ni mushriklardan biriga o'lim kelganida mushrik aytadi: Parvardigoro, meni hayotga qaytargin. Shoyat men qolgan umrimda yaxshi amal qilsam deb qolaver. Yo'q, u aslo hayotga qaytarilmas. Dar haqiqat bu har bir jon berayotgan kofir aytadigan so'zdir. Diqqat qilinglar. Har bitta fojir, har bitta kofir o'layotganda aytadi Robbisiga: Parvardigor, orqaga qaytargin meni deydi. Qaytargin, solih amalini qilib qolsam deydi. Ya'ni hech qachon pulimni undirib olay, tomimni yopib olay, qizimni chiqarib olay, mashinamni kraska olay demaydi. Nima deydi? Savobli amalni qilib qolaman, qaytargin deydi. Ularning ortida to tiriladigan kunlargacha dunyoga qaytishlardan to'sib turadigan bir to'siq bor. Agar shu kofirga orqaga qaytishga izn berilsa, faraz qilinglar-da qanaqa odam bo'ladi. Lekin Alloh taolo hech kimga qaytarmaydi. O'lim ruhni tanadan ajratishligi Alloh taolo butun mahluqotlar ustida chiqargan hukmidir. Kullu man alayha fan va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom. Yer yuzidagi barcha jonzot fonidir. Buyuklik va karam sohibi bo'lgan Parvardigoringizning yuzi o'zigina boqiy qolur. Agar kimdir Alloh taologa aziz bo'lsa, bu Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamdir. Chunki hech kim payg'ambarimizchalik Alloh taologa aziz bo'lmaydi, lekin shu zotga ham Alloh taolo o'limni taqdir qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ana shu oxirgi soatlari kelganda Jibril kelib qiyomatgacha yashashga ixtiyori berilganligini aytdi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bar rafiqil a'la minal janna, Parvardigorning huzurini ixtiyor qildi. Agar dunyoda qolishlik zo'r narsa bo'lganida payg'ambarimizga ixtiyor berilganida qiyomatgacha yashaysiz, yer yuzi islom bilan obod bo'ladi, keyin o'lib jannatga kirasiz yoki hozir o'lib Parvardigorning huzuriga borasiz. Agar dunyoda qolishlik yaxshi narsa bo'lganida payg'ambarimiz shu hadisda aytganda payg'ambarimizning qo'ltig'idan ushlab turgan yigit xursand bo'lgan: "Ya Rasululloh, bizni tanladingizmi? Bizni tanladingizmi? Biz bilan qolasizmi?" deganda, payg'ambarlarga ixtiyor berilganda birortasi dunyoda ixtiyor qilmagan degan. Bu o'lim boshimizga keladigan narsa. Biz buni xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Shu bandasiga ham Alloh taolo o'limni taqdir qildi. "Va ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, afa immitta fahumul khalidun." Ey Muhammad, biz sizdan avval ham biror odamzodga abadiy hayot bergan emasmiz.
Bas agar siz o'lsangiz, ular abadiy qolurlarmi? Yo'q, ular hamman yo'qolmaslar. Endi bir mulohaza qilaylik. 200 yil burun yashagan odamlardan kim bor ichimizda? 100 yil burun tug'ilib yashaganlar orasida birorta tirigi qoldimi biz ichimizda? Qayoqqa ketishdi? 88-89-borinki 87-yillardan to'ylarda syomka qilish urf bo'lib qoldi. O'sha 20 yil burun to'yda nonushtani syomka qilingan kasetasi bo'lsa, olib qo'yib ko'ringlar. Shu bomdodda o'qib, masjiddan nonushtaga kirib kelayotgan oqsoqollarni sanalar nechtasi qoldi shu 20 yil ichida. Qo'rqib ketasiz. Qo'rqib ketasiz. Ko'zingizga yoshlar keladi, kimlar ketganligi. Inson o'z nomi bilan inson unutuvchi ekanki, atrofidagi oqsoqollarni o'tib ketganligini esdan chiqarib qo'yar ekan. Bir qo'yib ko'ringlar-da. 5 yil u yoqdagi to'yda qo'yib ko'ringlar-da. Ko'zimiz moshdek ochilib qoladi. Lekin insonlar birin-ketin bitta-bittadan o'lganligi uchun insonni esdan chiqarib qo'yar ekan. Dunyoni zir titratgan jahongirlar qayerga ketdi? Dunyoga ustozlik qilgan olimlar qayerga ketdi? Bir mulohaza qilmaymizmi? Odamlarga zulm va zo'ravonlik qilib, haqlarini yegan amaldorlar va podshohlar qayerga ketdi? Kimgadir yaxshi ko'rinaman deb, yaqinlarini sotib, xiyonatkorlik qilganlar qayerga ketdi? Islomni afyun deb, islomni zahar deb, islomga qarshi kurashgan tuzum qayoqqa ketdi? Bitta insonning umri yetmadi, 70 yil yo'qib ketdi. Haqni insonlarga yetkazish yo'lida jonini fido qilganlar qayoqqa ketdi? Bizni va ota-bobolarimiz, ota-onalarimizni tarbiya qilgan bobolarimiz qayerga ketdi? Mulohaza qilaylik. O'lim nariga xonaga chiqadigan eshik. Ya'ni shunday xonaki, bu kichkina xona edi. Bu vaqtinchalik xona edi. 100 yildan keyin mana shu yerda o'tirganlardan nechtamiz tirik qolishimiz mumkin? Shoir aytgandek, bu bog'da ichida gullab yashnaganinglar bilan g'ururlanmanglar, ey gullar. Zero o'tgan yilgi chiqqan gullarda birortasi tirik emas hozir deydi. Biz hozir gullab yashnab turganligimiz bizni g'ururlantirib qo'ymasin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.